Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 30-dekabr sanasi. Kunlik namoz vaqtlari shaharlar va viloyatlar uchun mana hammasi jadvalda bor. Marhamat ko'rib foydalanishingiz mumkin. Namoz qalbning osoyishtaligi, ruhning oziqasi bo'lib, namozni asragan insonni Alloh asraydi. Har bir sajda Allohga yaqinlashishdir. Namoz vaqtlarini kutish iymon belgisidir. Bomdod, peshin, asr, xufton namozlarini mana vaqtlari necha rakatdan o'qilishliklarini mana yozib tayyorlab chiqarilgan. Marhamat foydalanishingiz mumkin. Allohim qalblarimizni namoz bilan tirik qilsin. Sajdalarimizni qabul etsin. Ey Allohim, namozimizni vaqtida ixlos bilan o'qishni nasib etgin. Allohim bizlarni namozimizni tark etmaydigan bandalaringdan qilgin. Ey Robbim, tashvishlarimizni namoz orqali yengil qilgin. Allohim, farzandlarimizni ham namozxonlardan qilgin. Alloh bilan bandaning maxfiy suhbatidir bu namoz. Kim namozni asrasa, Alloh uning hayotini asraydi. Hammalarimizga Allohning buyuk mag'firati hamda marhamati bo'lsin. Rahmat, Allohim rozi bo'lsin. Keyingi videolarimizgacha Allohning panohida bo'linglar.